Aziz kuzatuvchilar, Moskvadan O'zbekistonga reysga qo'yilgan bugungi avtobusimiz salonida turibmiz vatandoshlar. Ko'rib turganlaringiz transportimizning ichki holatlari pokiza, gilamlar yozib qo'yganmiz, poyabzallarimizni yechib chiqib joylashamiz azizlar. Har bir yo'lovchining tepasida alohida zaryadnilar qo'yilgan. Oldida orqada ikkita monitor qo'yilgan, sidinalarning oralari keng. Ma'lum miqdorda yotadi. Charchamasdan, qiynalmasdan uzoq yo'lga safar qilish mumkin. Aka, yaxshi ketyapsiz. Assalomu alaykum. Yaxshi joylashib oldingizmi aka? Rahmat. Siz bo'yingiz nocharoq aka, mana o'tirganingizda qisilib olmayapsizmi? Yo'q, rahmat. Bemalol joylashdingizmi aka? Oq yo'l yaxshi yetib oling. Mana akamiz zaryadnilari ishlab turibdi. Reyslarimiz Sankt-Peterburg, Moskva shaharlaridan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri premyer reyslar amalga oshiriladi azizlar. Ketmoqchi bo'lganlarga ishonchli kontaktlar qoldirib qo'yamiz. Hozir avtobusimiz bagajlarini ham, tashqarilarini ham qisqachagina obzor qilib beramiz. Mana yo'lovchilarimiz hozir narsalarni joylashgan. Bu yerda ruchkalar qo'yiladigan joylar bor. Ko'rib turganlaringiz mana har bir yo'lovchiga shunaqangi sumkadan ikkitadan bepul, bagajimiz keng. Passajirimizni mana skuterlari butunligicha shunday bagajga kirib ketyapti azizlar. Ketmoqchi bo'lganlarga kontaktlar qoldirib qo'ydik. Keyingi reysimizga ham avtobusimiz tayyor. Bugun xudo xohlasa ikkita avtobusimiz отправка bo'ladi vatandoshlar. Kanalga podpiska bo'lmaganlar обязательно podpisatsiya bo'lib qo'yinglar, bizni kuzatib boringlar. Kunlik chiqib turgan har kungi reyslarimizni qo'yib boramiz.